Bu joy nihoyatda go'zalkan. Shundaq, to'g'ri deysan. Bu masjidga qarsizlar? Bu Umari masjidi. Beyrut va Livan bo'yicha eng qadimgi masjidlarning biri. Nemishqa Umari masjidi deyildi? Musulmonlar xalifa Umar radhiyallohu anhu hurmatlab uning mush ismini qo'llangan. U qaysi bino? Bu Marjarjiyus cherkovi. Nima degan go'zal? Bu sharqdagi arab davlatlarida masjidlarning azan xonlari bilan qadimgi cherkovlarning munarlari bir-biri bilan giralishib ketgan. Har bir ko'cha sana go'yoki tarix batlaridan yangi bir batni varaqlayotgandek tuyg'u. Bu sandıqlar nimandaq eğer? Bulağa taş qaçlanğanmıdır? Bu sandıqlarda pisti badam va boshqa meg'izlar bor. G'alati ish. Men o narsaning bunchalik eğirligini o'ylab boqmabdi ekanman. Uzundan beri seni va go'zal hikoyalaringni sevgandik demizchi. Menmi shu hoji do'stim, yaxshi kutib olganinga rahmat. Bundaq dema birodar. Men sening davomli biz bilan birga turishingni umid qilaman. Bu bir sevat meyvani al ziyod sana hadiya bo'lsin. Ko'p rahmat. Uni men ko'tarib olay do'stim. Lo'lodan foyda chiqmaydi. Qani, menga chiq tayyorlaninglar. Seni kütümen denizci. Aman bulunlar. Silamanga dengizda manganda ko'rsatib qo'yishni va'da qilgan ajoyib manzara qani. Ana oldimda ro'shan tig'i. Nima degan go'zal? Men Beyrut portiga berish uchun cho'qim mush g'alati tog'dan o'tishim kerak. Hoji do'stlar sizlarga davomli biz bilan turishingni umid qilaman dedi. Seni nemishqa shu yerda yoki qaysi bir portda bir uy solmaydilar? Mening uyim mushikima. Buningda safar qilg'ili bo'lgan bilan turmush kechirg'il bo'lmaydi. Bu hayot faqat bir qitimliq safar. Qadimgi zamonda bir solih kishi o'tgan bo'lib, mol-mulki ko'p, tenining sog' bo'lishiga qaramay hech bir turalg'usi yo'q bo'g'achqa uch qiyardan uxlaydi ekan. Boshqalar uningdan nemishqa bir uy solmaydilar deb so'raganda, u kishi ularga javoban, bu dunyo bizni oxiratga o'tkazib qo'ydigan bir ko'rikdir xolos degan ekan. Aqlli odam ko'rib ustiga uy solam. Bu odam Qarun qilganingdan aksini qildi. Shundoq, mush munosabat bilan qissaning davomini aytib beray. Qayerda to'xtagan edik? Firavun Qarunni huzuriga chaqirtib, uningga Musa alayhisalomning boshqalarning olamlarning Rabbi tarafiga da'vat qilayotganligini so'zlab berganda, Qarun uningga o'z tog'isining o'g'lini yolg'on sehrgar degan yerga kelgan. Qolgan sehrgarlar qani? Sizimizga navada biz qalbi qilsak, bizni mukofotlaydiganliklarini va'da qildilar oliylar. Shundoq va'da qildim. Iloh, Firavun va'dasiga hargiz xilof qilmaydi. Buni bilamiz. Sizning lavzlarga ishonimiz oliylari. Undaqda yana nimaga? Gap qolgan sehrgarlarda. Ular qoida bo'yicha kelishgan chog'lar mukofotning bir qismini olsoq deydi ekan. Aman, ular mukofotning yarmini bergin. Tez bo'l. Nima gap? Ularning soni 10 ming. Bizda hozir ularga mukofot berish kerakdek unchalar ko'p mol yo'q. Amasa qanday qilamiz? Men bilmadim. Qarunning qishig'i odam avatgan. O tez yenimga kelsin. Xotirjam bo'linglar sehrgarlar. Qolgan sheriklaringlarga aytib qo'yinglar. Mukofot ada tong etishdan burun beriladi. Bu yerda nima ish bo'lyapti? Men aldıramazsam, qaramullar nimaga to'xtadi? Ha? Kelkursizlar begim. Men Firavunning farmonini ijro qilyapman. Firavunning farmoni? Shundoq. U bizni o'zlarini darhol ilib kelishga buyurdi.
Men hech narsani tushunmadim-ku. Kishilar tomoqdan zaharlanib qoldimi? Yoki yangi uylar o'z sohiblarining beshig'i yiqildimi? Qarun begim, bizning ko'p vaqtimiz yo'q. Tez biz bilan moslar. Bo'ladi, shundoq bo'lsin. Fir'avn oliylari meni nima sababdan chaqirganligini bilamsiz. Bana sizlarni ep kelishdan boshqa hech nima demading. Bizdan ko'p vaqtimiz yo'q, Qarun. Bu malning miqdori va ko'pkan oliylari. Ondan sehriganlar har biri nurg'un oltin talab qiladi ekan. Mana uni qabul qilishdan boshqa amal yo'q. Jami kishilar Musoning mag'lub bo'lib, sergarlarning g'alaba qilganini cho'qim ko'rish kerak. Buni bilaman, biroq pulchukib oltinni bir kechda taxlab bo'lish. Ağla Qarun. Men sening nurg'un mol dunyoga ega ekanligingni bilaman. Ayt, buning badliga nima talab qilasan? Kechirsizlar oliylari. Men sizlarning itoatlar qullari. Aniq aytqi Qarun. Bu qitim nima talab qilasan? Men sizlarning qalbidagi zaminni. Hammani ha? Muddat zaminning hammasini ha? Musoning kishilar oldida rasvo bo'lishini o'ylasizlar oliylari. Bu kichikgina bir parcha zamin. Qaranglar, sergarlar yetib keldi. Meni bilan sergarlar barliq o'rmonlarni umrimlarda Silinglar. Fir'avn yaşsu. Qildan bakın qari bugün kim qalbi qilar? Musa bu yoki Fir'avnning sergarlarimi? bu nima deganing Hathot? Albatta sergarlar g'alaba qiladi-da. Ularning nurg'u qaltis. Biroq Musaning har suddi bo'lish ehtimolligi bor. Qaysi haq bu degan sehrlikda kuch silishish. Maniyatning sehrgarlari barliq umringlarni ish qilsinlar. Buyuk Fir'avn yashsin. Fir'avn keldi. O'ng tarafida Haman, sol tarafida Qarun. Tabassum qilsalar oliylari, barliq kishilar sizga qarashyotdi. Tabassum qilsalar. Sehrgarlarning meni yerga qo'yishini ansirayotir. Oldivanni ehtimoldan kimmi? Xotirjam bo'lsin oliylari. Albatta, sizlarga mansub Hamma odam Musoga ishinib ketdi. Do'st, yılan sehrgarlarning arg'amchilarini, aslilarini butunlay yutib ketib, ularning hiyla-nayranglarini barbod qilgan tursa. Ha, sen bu Musoga iymon etgan kishilar deb gap qilyapsan-ku, Hathot. Men albatta olamlarning Rabbi, Musa va Harunning Rabbiga iymon etdim. Beshini yeydigan ig'zini yum. Mubodi bu yaning sohibi Qarun begim anglab qoladigan bo'lsa, bizni qattiq jazolaydi. Men Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Menga va Qarunga rizq berayotgan zot shu. Sergarlar Allohga sajda qilgan chog'da nima ishlab bo'ladiganligini ko'ngdingmi? Ko'rdim, ular azoblandi. Alloh ularning oqibatini yaxshi qilishi uchun o'z gunohlarining badalini qo'ydi. Sehrgarlar o'shini topdimi? Afsus oliylari. Ular texmi tarsonlik qilyotdi. Ularni texmi qattiq qiynama. Bizning qilganimizdan qattiqroq azob tepilmas. Biz ularni tutqunlikni o'ng chap qilib kesib, o'zlarining xo'rmining shoxlariga esib o'tgan tursa. Bu ularni qaytaramaydi. Ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarni tirik qoldiringlar. Bu jazoning Musoga iymon etgan kishilarning hammasiga qo'llanish kerak. Bosh ustiga oliylari. Aman, Qarun qani. Begim, Fir'avn keldi. Fir'avn o'zi kattimi? Seningcha u nima deb kelgandir? Qarun, ahvolim qanaqroq bo'ladi? Yaxshi oliylari. Men bu hozirla huzurlariga baroy deb turibdi. Hech qisi yo'q. Qani, oviyada o'ltirgan oq ko'ngil birodarim. Do'st, oq ko'ngil? Men bu gapdan sal biyora bo'lyapman oliylari. Mening sarayimga qadam tashrif qilishlarining sababi nima ekan? Meni sening zeraklikdan hayron qoldiryapti. Men sendan kichikgina bir ishni talab qilib keldim. Farmonbardorman oliylari. Men sening bu mamlakatdagi, hatto butun dunyodagi eng boy odam ekanligingni bilaman. Hammasi sizning soyalarda bo'ldi. Yo'q, u sening ilming va tirishchanligingning natijasi. Mendan nimani talab qildilar oliylari? Intayin oson bir ish. Sen oltin harvondan olmasan.
eng mükemmel zinnetlengen halda. Qo'rquvchilarim atrofingda bo'lsin. Xazinaning osh kuchini ko'tirdi Allohim. Gap qisqasi, biz sening eng güzel kiyimlaringni kiyib, kishilarning orasida mengishingni talab qilamiz. Ben hiç de bile düşünemeyotman. Bunda qonunning foydasi yo'qdir. Kishilar faqat Musoning yengilligi va uning mo'jizalari, ya'ni uning oppoq qo'li va yiroqqa o'zgaradigan osa haqida qaranglishyapti. Bularni o'zgartirishimiz kerak. Biz Musa ve onun qo'llovchilarini talto'kis yo'qotganga qadar kishilarning diqqatini boshqa yoqqa burmoqchi. Dunyoda boylarning yurish-turishlari va ularning bol boyliqlarida kishilarning diqqatini tortoladigan narsa mavjud emas. Biladigansan? Tushundim. Sizlar mening kishilarning tarafiyamisi bo'lishimni o'ylab etibdi. Men kishilarning eng yaxshi ulgu bo'lishga tegishli kishini yalan tush Musa emas, balki Qarun boyvachishganligini ko'rishini xohlayman. Bundan bosh tortmaydigansan? Yo'q, men faqat boshqalarning hasad qilishidan ansiraman. Hozirga qadar oxirlarim yetar. Nima? Avaylab benglar. Sanduqlardan biri osh kuchning tushib kelishidan ehtiyot qilinglar. Biz yana yordamchilarga muhtoj begim. Çatar yo'q, yenidan birasi bormi? Ilgariki bosh me'mor Hadhud. Meni arzimas ishlar bilan qo'shilib qilma. Nima demaksan? U o'zining og'ir kasal bo'lib qolganligini, shu turalg'usini 100 dinor setishga qo'shiladiganligini aytibdi. Şu pulni berdik. Endi uningga eng ko'p bo'lganda 50 dinor beraylik degan. Nemishqa bunday tursan? Bir gapni sizlarga deyish demaslikni bilmay qoldim. Darhol ayt. Turqidan qattiq namratchilik chiqib turadigan bir to'p kishilar ishik tuyiga yig'ilib olibdi. Ularni nemishqa qo'ymadimi? Ular o'zlarining Musoning qavmi ekanligini, muhim bir vazifa bilan kelganligini deyishyapti. Oxiri menga Musa muhtoj bo'ldi. Mening bo'yim odamligimni bildi. Nemishqa Fir'avn qilgandek o'zi kelib ziyorat qilmaydi qoldi. Bilmayman, men berib ularni qo'g'ilib etay. To'xtab tur, ko'rish baqay. Sizlar Musoning qishidan keldinglarmi? Shundoq, biz hammamiz Allohning payg'ambari Musa alayhisalomga iymon etgan mu'minlardirmiz. O mening qishimga avvalgi sizlardan boshqa odam topolmabdi, ha? Sizlar Qarunga gap qilayotganlaringlarni bilamsizlar. Kamtarlik insonning qalbi yumshoqlik va sezgurlikka elib boradi. Ziyoda xushallikdan mag'rurlanishdan boshqasi bo'lmaydi. Sen zolim demakchi. Biz sening mol-mulking bor deb mag'rurlanib ketmasligingni, boylig'ingdan va oltin kumushlaringdan ko'ranib ketmasligingni aytgan ekan. Sizlar tuydimi? Yo'q, biz sana dunyo va oxiratning yaxshiligini o'rtaga qo'ymoqchi. Qanday? Alloh sana yaxshilik qilgandikin, sen kambag'allarga yaxshilik qil. Sizlar meni o'zinglarga o'xshash to'ni kiyimlarni kiysin. Ziminlarim, tijoratim va amallarim bilan korim bo'lmasin demakchi, ha? Biz seni dunyoni tamoman unutib ketsin demaymiz. Faqat dunyoning yangilik emasligini eskartib qo'ymoqchi xolos. Shundoq, sen hamon bir kuni hisob berish uchun Allohning dargohiga qaytsan. Mening vaqtim bak qimmatlik. Nima demoqchisizlar? Biz Alloh sana bergan mol dunyolardan oxirat yo'llarini ishlatgan demakchi. Yana zamanda buzg'unchilik qilishdan to'xtagin. Buzg'unchilik? Sana bu mol dunyolarni Alloh berdi. Shu merodan foydalanib zamanda buzg'unchilik qilma. Sizlar, men ey bo'lgan bu mol dunyolarni menga Alloh bergan deyapsizlar. Lekin mening zerakligimni, qudratimni va ilmimni unutib qilyapsizlar. Men bu mol dunyoni zerakligimga toyinib topdim. Oltin kumushlarni qudratimga toyinib topladim. Ilmim, aqlim va qobiliyatim bo'lg'achqa o'sha darajaga yetdim. Menga mol dunyo bergini mening ilmim Alloh emas. Büyük Allah'tan günahlarımla tilayman. Allohning yordamimiz qo'limizdan hech kelmaydi. Sizlarning qo'l yurak bilan aytgan so'zlarni anglab bersam, meni sarang chalab qoldim. Ha? Endi sizlarning qulog'iga quloq solmayman. Bu hamoqatlar. Darhol chiqib ketish. Darhol chiqib ketish. Bismillahirrahmanirrahim.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. Ular Qarunning rizqining sabablari bilan uning haqiqiy mevasini aralashtirib qo'yganligini tushunib yetib, afsuslangan va qayg'urgan holda uning qeshidan chiqib ketibdi. Kechirsizlar, tushunolmayapman. İnsanning tirishchanligi uni rizq bog'chisiga elib boradigan vositalarning biri xolos. Lekin bog'chining mevasi Allohning hadiyasidan boshqa narsa emas. Shundoq, endi tushundim. Biroq Qarun kichik bir bola tushungan mushunchalik haqiqatni tushunib yetmabdi. Mag'rurligidan aqli yo'q qilib, aqlning ovoziga quloq solmay, nasihatlarni qabul qilmabdi. Undan keyin nima bo'pti? Kavobning purqi kelyapti. Aqchal Lolo bizga noshtalar tayyorladi. Qani kel, mening qo'sug'im ichib ketdi. Meningmi? Biroq menga cho'qim Qarunning qissasining davomini aytib berdilar. Bo'ladi, Alloh xolisa. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن يا رب نور بالكتاب قلوبنا يا رب عطر بالكتاب لساني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرأي